Qizlar, bizda ajoyib sivrtkalarimiz chiqdi. Tabiiy tarkibga ega 100% ga mana shunday 3 xil ko'rinishdagi sivrtkalarimiz chiqqan. Bu sivrtkalarni sizlarga hozir ko'rsataman, surib ko'rsataman. Bu sivrtkalarimiz yuzimizdagi dog'lar va ajinlarni ketkazish va yuzimizni yoshartirish bilan shug'ullanadi. Endi Mohim brendi bilan sizni yuzingizdagi har qanday muammoni uy sharoitida ketkazish mumkin. Hozir men yuzimga birinchi bo'lib Gyaluronviy, ya'ni yuzimni namlantiruvchi sivrtka surtaman. Kunduz kuni bu sivrtkani surtish mumkin. Yuzimni hozir yuvganman, yuzimda deyarli hech narsa yo'q. Pomada bor faqat. Xo'p, Gyaluronviy billur sivrtkamiz kunduz kuni mumkin. Yuzimizni yuvdik, yuvganimizdan keyin ertalab turganimizdan keyin ushbu sivrtkani yuzimizni namlantirish uchun surtamiz. Mana shunday qilib surtish mumkin, hamma joyga mumkin. Ko'zimiz atrofi, yuzimizni hamma sohalariga, peshona, bo'yin, terisi, hamma joyga sivrtka mumkin. Endi sivrtkalar o'zi nima bu? Bu nima vazifani bajaradi? Gyaluronviy, ya'ni gyaluron, namlik o'zimizda bo'ladi. Namlik kamayganda terimizga ajinlar tushadi va terimiz qurishni boshlanadi. Shu muammolarni ketkazish uchun gyaluronviy sivrtkani ishlatishimiz mumkin. Sivrtkalarning vazifasi bizni keyingi parvarishga terimizni tayyorlaydi va teri teshikchalarini ichini ochib, keyingi parvarishga tayyorlab, terini yaxshi namlantiradi. Xo'p, sivrtka o'zbek tilida zardob deyiladi, turk tilida serum va rus tilida sivrtka deyiladi. Shunday ekan, zardoblar terimizni teshikchalarini yaxshi namlantirib va vitaminli tarkibga ega bo'lganda yuzimizni oziqlantirib, namlantirib beradi va ustidan krem surtishimiz kerak. Kunduzi sivrtka, gyaluronviy sivrtkani surtgandan keyin ustidan biz sadaf kremini surtamiz. Sadaf kremini ustidan esa SPF surtamiz. Bu idealniy yuzimizni kunduzgi parvarishi bo'ladi. Keyingi sivrtkamiz esa shafran deb nomladik. Shafran sivrtkamiz A vitamini bilan anchadan beri men buni orzu qilib kutayotgandim. Nima uchun? Chunki tarkibida retinollar mavjud. Retinollar terimizni juda ham zo'r yoshartiradi, ajinlarimizni ketkazadi. Har qanday yoshda foydalanishingiz mumkin. Faqatgina ta'sirchan va kupiroz yuzlarga bu mumkin emas. Boshqa hamma yuz terlari shafran retinolli, peptidli yuzimizni yoshartiruvchi sivrtkadan foydalanishi mumkin. Bu sivrtkani kechki paytda yuzingizni kechqurun yuvganingizdan keyin surtib, ustidan o'zingiz foydalanadigan kechki kremingizni surib uxlashingiz mumkin. Ertalabgacha yuzingiz taranglashib, chiroyli bo'lib, yuz teri yosharib boshlaydi. Undan keyingi sivrtkamiz ham juda ham zo'r va o'ziga xos. Bizda dog'lar muammosi bilamizki juda ham ko'p. Dog'larga qarshi va yuzimizni oqartiruvchi, quyosh nurida qorayib ketayotgan bo'lsangiz, C vitamini bilan va gyaluron ham namlantiradi, ham terini oqartirib, dog'larni ketkazishga mo'ljallangan sivrtka hisoblanadi. Kristal sivrtkamiz esa buni ham kechki paytda dog'larga qarshi bemalol foydalanishingiz mumkin. Yuzingizdagi dog'lar va yuzingizdagi ajinlar, qorayishlarni mana shu sivrtkada ketkazishingiz mumkin. Buni ham yuqorida aytib o'tganim kabi, xuddi shunday dog'lar muammosi bo'lganda, kechki paytda yuzingizni yuvgandan keyin bu sivrtkani surtib, ustidan o'zingiz foydalanayotgan kechki kremingizni yoki kollagen kremini surib uxlashingiz mumkin. Ertalabgacha yuzingiz oppoq, tiniq bo'lib uyg'onasiz. Demak, sivrtkalarimiz shunaqangi ajoyib tarkibga ega va qo'shimchasiga bu sivrtkalar tarkibi botoks effektini beradi. Yuzimizni yoshartirish, taranglashtirish, peptidlar bor. Chunki tabiiy hammasi tabiiy peptidlardan tarkib topgan kremlar. Kristal sivrtkamiz ko'proq dog'larga mo'ljallangan va qo'shimchasiga yuzimizni yoshartirish, ajinlar bilan ham shug'ullanadi. Shafran sivrtkamiz esa ajinlarga mo'ljallangan va qo'shimchasiga dog'lar bilan ham ishlaydi. Peptidlar bor, botoks effektini berib, yuz terimizni, nafaqat yuz terimiz, ko'z atrofi, bo'yindagi muammolar bilan ham ishlab beradi.